Dahshat. Koreyadagi musofir yigitning ayanchli o'limi. Avaz akadan pryamoy efirda dahshatli tafsilotlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi dasturimizda Janubiy Koreyada ishlab mehnat qilayotgan musofirlarni chuqur qayg'uga solgan o'ta achinarli va mudhish voqea haqida so'z yuritamiz. Taniqli blogger Avaz aka o'zining to'g'ridan-to'g'ri efirda Koreyada mehnat qilayotgan qozog'istonlik yigitning kutilmagan o'limi haqida dahshatli tafsilotlarni ma'lum qildi. Eng achinarlisi, marhumning jasadi 3 kun davomida hech kimning xabarisiz, qarovsiz qolib ketgan. Ushbu tezkor videoda quyidagilarni bilib olasiz. Nima sodir bo'ldi? Qozoq yigitining o'limiga nima sabab bo'ldi va nega uning jasadi 3 kun davomida topilmadi? Avaz akaning murojaati. Bunday mudhish holatlarning oldini olish uchun Avaz aka Koreyadagi barcha musofirlarga qanday muhim chaqiriq bilan chiqdi? Musofirchilikdagi oqibat. Nega chet elda yurgan vatandoshlar va dindoshlar bir-biridan tez-tez xabar olib turishi shart? Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Bu voqea barcha musofirlar uchun katta ibrat va eslatma bo'lishi kerak. Tafsilotlarni to'liq bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Koreya va dunyodagi eng muhim, tezkor va hayotiy xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Hozir siz bilan gaplashdimmi? Shunaqa aka. Ekranni orqa tomonga qiling-chi. Ular ko'rsatmayapti-da. Yo'q, mayli, orqa tomonga qilib qo'ying. Mana aka. Politsiya keldimi? Politsiya hammasi ekspertdan odam keldi aka. Hali, bunday qo'lingizni ko'tarib, video olayotganingizni bilintirib nima qilmang-da. Ana men videoga olyapman deb. Bo'ldi. Hali, olma deyishi mumkin-da. Bo'ldi. Marhumni ham joy ko'rsatib yubormang agar ochiq holatda bo'lsa. 어떻게 되시나요? 네? 아는 사람이에요? 그러면 안 돼요. 아니. Uyda odam bormi? Tekshirishyaptimi? Ha, rasmga tushirib bir nimalar qilyapti aka. Olib chiqdi. Nima bo'ldi aka o'zi? Aytib bering-chi. Kimlar bor batda hozir? Sen de rasm bor qo'yasiz, to'g'rimi? Kimlar bor aka bu yerda hozir? Sen telefonda ko'rsatma rasmni? Yo'q, qo'y. Rasmni? Hozir bular menimcha o'zimiznikilar shekilli, mana o'zbek bolalarga o'xshayapti-da, yo turgan bolalar. Bular o'zbek aka, hammamiz o'zbekmiz aka. Turib tushirdi. Aka, nima yordam? Hozir menga Instagramdan rasmini jo'natibsiz. Yosh bola-ku bu bola. Qanday bu uyda vafot etishi mumkin? 97-yil aka, bu bir yildan oshib ketdi aka. Har kuni ishga chiqmay ichar edi-da. Har kun ishga chiqmay ichar. 맞아? 예, 맞습니다. 맞아? 예, 맞습니다. 맞아요. 예, 맞습니다. 맞아? 예, 맞습니다. 예. 오케이. Rasmni ko'rsatyaptimi? Ha, rasmini topdilar. Tushirib ketdi. Qozog'iston fuqarosimi? Qozog'iston fuqarosi aka. Vizasi qanaqa? Illegal edi aka bu. 6 yilmi bo'lgan bunga kelganiga. Oilasiga xabar berdilarmi? Oilasini aka men bilmayman nimasini. Ertaroq bor edi. WhatsAppdan bitta xabarlashuvdim o'sha ichayotgan payti. Ichib ishga chiqmayotgan payti aytdim-da, u ichyapti ko'p.
Nimaga ikkilikka berilib ketyapti. O'shanga nima qilamiz? Agar ruxsat bersangiz jo'natamiz uyingizga degandim. Jo'natib yuboraman Qozog'istonga degandim-da men o'sha payt. Siz bilan bitta xabarlashuvdik-ku aka, 6-7 oy oldin. O'shandan keyin xabar berdim-da ota-onasiga. Agar rozi bo'lsangiz yuborib yuboraman. Ishga chiqmayapti, faqat ishlayapti bu o'g'lingiz deb aytuvdim onasiga. Hozir Melisa qanaqa holatda topdi? Prosta o'lib qolgan xolosmi? Yo birorta O'tirib o'lib qolgan aka, videoga olganmiz, videoga tashlab beramiz aka. o'sha birinchi kim ko'rdi o'lgan holatida? Mana shu bolalar ko'rgan, menga telefon qildi-da. Men keldim aka. Men oldin bu uyda yashardim, mana shu uyda yashardim Qo'mulda. Hozir boshqa yerda yashayapman-da. Endi o'zi nimamizda aka birga ishga chiqib, o'rtoqlar bo'lib qolgan bolalar. Marhumni ismini aytmay qo'yaveramizmi? Nima deysiz? Chunki bu yerda hali ortiqcha hozir yordam berib ham baloga qoladigan zamonda yashayapmiz-da. Hozir bu yerda bu odamni oilasini taniydigan, eng yaxshi taniydigan kim bor, sizmi yo boshqa odam bormi, ya'ni yaqinroq demoqchiman. Mendan boshqa hech kim gaplashmagan aka. O'zbeklar orasida qozoq tanishlarini bilmayman lekin aka, to'g'risi. Faqat biz bilan yurganda, biz bilan ishga chiqqan. Qozoq tanishlar ham yo'q bo'lsa kerak, menimcha, bilmayman lekin. Hozir bilan men yuzma-yuz ko'rishib gaplashganman video qo'ng'iroqdan. Ko'rsatganman o'g'lini ahvolini. Mana o'g'lingiz deb. o'sha paytda jo'natib yubormagan ekansizlar-da. O'sha payt aytdim o'ziga, tashlasang tasha. Bo'lmasa jo'natib yuboraman uyga deb men nima qildim-da, aytdim bunga. Keyin ichirikni qo'ydi bu. Bir oycha qo'yib, biz bilan yana men o'zim ishga olib chiqib buni tamushillarga olib borib, nima qilib, yana ishga ishlab yurdi bir oycha. Yana keyin boshlab yuborganda. Birorta muammosi haqida bilmasmidingiz? Birortasi bilan urushib, talashib, bir qanaqadir stress? Yo'q aka, unaqa emas. Uydan chiqmasdi faqat aka. Hech kimga ozor beradigan bola emas. Uydan chiqmasdi. Bir yil bo'lib ketdi-chi burganiga. Hali 3 kun oldin aka ko'rdik. 3 kun oldin mana shu yerda hafta bo'ldi, ha? Hafta oldin ko'rdik. Mana shu domni tagida nima qilib turdi-da? Suyanib turgan ekan-da. Juda ham yosh bola ekan-a, rasmdan ko'rdim hozir. 97-yil bola, 97. Uylanganmi, uylanmaganmi? Uylanmagan aka. O'sha men qancha aytdim bu bolaga, kel, yurma bu yerda, borib o'ylanib o'sha yerda nimalaring ko'raverasan. Rizqni Alloh beradi, shu yoqdan topaverasan dedim. Hozir ota-onasiga kim aytadi endi buni? Aytalasizlarmi o'zlaring? Ota-onasiga ayta olmayman men aka, menda nimasi yo'q. Raqami o'chib ketgan. Men raqami ham yo'qmi hozirda? Menda raqami, bu bolani raqami ham yo'q-da. Men telefonimni o'zgartirgan edim-da aka. Hozir endi ularga qanday xabar beramiz endi? Faqat Instagramim bor, o'sha sizga yozdim Instagramdan. Yana siz Instagramdan shu nomerni topib, yana telefon qilyapman sizga. Mayda taniydiganlar bo'lishi mumkin ekanda, Qozog'istonni qayeridan aytinglar, ota-onasiga aytamiz deyishyapti. Qozog'istonni uni bilmasak aka. Qayerdanligini ham bilmaysizlar-a? Qozog'istonning qayeridanligi. Yo'q aka. Qarang, rasmini endi ko'rsatamiz, iloji yo'q, chunki bu yerda hozir bolani topish kerak-da boshqa. Koreyada birorta tanishi bormi bolani? Oilasini taniydigan. Aka? Hozir aka buni tanishi Qozog'iston. Buni tanishini bilmaymiz aka, to'g'risi. Koreyada ham tanishi yo'q. Yo'q aka. Pasporti qayerda bu bolani? Pasporti. O'zi bilan bo'lishi mumkin. Bilmayman. O'zi bilan bo'lishi mumkin aka, o'zi yonida bo'lishi mumkin. Melisalardan so'raylarchi, pasportini, adresini bilaylik, oilasiga xabar bermoqchimiz deylar. Til biladigan odam bormi onlaynda? Bor aka, bor hozir. Boring so'rang, pasportida qaysi shahar, Qozog'iston qaysi shahridan deng. Ta'rif so'ra. Shu Ko'ngjar bilan gaplashyapti. Prosta Qozog'iston qaysi shahridan shuni biling.
ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi. To'xtatma, uka mashinani to'xtat. Bola biladi. Mana qozog'istonlik akalar bor ekan. Men Qozog'istondanman deyapti. Bolani rasmlari bormi deyishyapti. Orqasini adresini topib, ota-onasiga xabar berishimiz. Ismi nima deyishyapti, ismi? Nima deysiz? Ismini nima deyishyapti? Aytdi Qozog'istonlik bolalar bor ekan. Doniyor. Menda rasmi bor aka, o'zingizdan borda Instagramda. Yo'q, meni hozir meni telefonimda ko'rsata olmayman. O'zlaringizda ko'rsata olasizlarmi ekranga? Hozir aka. Astag'firullah. Kir ichine bas. Bu mana ichib yurgan payti aka, mana shunaqa ahvolga kelib qolganda bola. Yosh bola, yo'q. Mana shu bola shunaqa ahvolga kelgandan keyin men sizga aloqaga chiqqanman aka. Mana. Kim taniydi mana shu bolani? Hozir hech nimasi yo'q ekan. Oilasiga srochniy xabar berishimiz kerak. Taniganlar bormi mana shu bolani? Ismi Doniyor dedingiz-a ismini? Doniyor 97-yil shu Shimkentdan bo'lmasa aka bu, Shimkentdan degan bo'lishi mumkin menga bir eshitgan bo'lsa. Mana shu yerda taniydiganlar bormi? Sirazi ulayman. Oilasini taniydiganlar bormi? Sirazi mana shu primoyga chiqaramiz hozir. O'zbekmi deyapti? Qozoq. Teran degan yerdanmi? Shimkentdan. Millat qanaqa? Qozog'istonmi? Qozoq millatmi? Qozoq. Fuqaroligi Qozog'iston. Fuqarolik Qozog'iston, Shimkentdan ekan aka, Shimkentdan deydilar. Ha, millati nimami? Qozoqmi yo o'zbekmi? Qozoq aka, qozoq. Ha. Ne bo'lgan deyapti. Ne bo'lgan? Mana nimalar kirishyapti Qozog'istondan bor ekan. Pasportini topinglar, qaysi shahridanligini bilaylik deyapti. Qozog'istonning qaysi shahridan? Shu Shimkent bo'lmasa aka. Nima bo'ldi deyapti. Iltimos sizlardan mana shu bola hozir Koreyani Sunchonmida aka? Sunchon aka, Sunchon. Sunchon degan shahrida og'ir ahvolda topishibdi, o'lgan holatda topishibdi. Kecha payt ham bitta namanganlik akamiz bir o'limdan qaytdi. Zo'rg'a doktorlarning yordami bilan aynan xuddi shu shaharda bo'ldi voqea ham. Hozir ancha holati yaxshi, lekin ertalabgacha oilasi bilan birgalikda duo qildik. Hozir ancha holati yaxshi, lekin xuddi mana shu shaharda hozir yana menga telefon kelyaptiki, Qozog'iston fuqarosi, yosh bola, Doniyor degan bola o'zini uyida o'lgan holatda topilibdi. Mana shu bolalar hammalari o'sha musofirda tanishgan do'stlari ekan. Bular ham hech nimadan xabari yo'q, kelishib shu yerda nima yordamimiz tegarmikin deb turishibdi. Bular ham qo'lini tegizgan yo'q, hech nima qilgan yo'q. Shunday kirishganda holatni o'zlari uchun bir videoga olishgan, rasmga olishganda sirazi politsiyaga telefon qilishgan. Mana shu bolani taniydiganlar bormi? Doniyor degan bola ekan. Doniyor. Hop, aloqamiz uzilib qolyapti. Pasportini so'rang deyapti. Hozir pasportini so'rayapti aka. Nima sabab bormi deyapti. Sababini bilmaymiz. Qanday o'lib qoldi bu Koreyada? Koreyada o'zini uyida vafot etganlar juda ham ko'p. Shu kunlarda ham juda ko'p. Nechinchi yil? 97 deyishyapti. Gruppaga tashlasak bo'ladimi rasmini? Albatta tashlaylar. Bu insonni oilasini tezroq topishimiz kerak. Oilasini hech kim tanimayapti. Telefoni yo'qmi marhumning? Aka pasportda familiya, oti yoziladi-ku. O'shani hozir qaragani ketdi aka. Chimkent gruppa bor deyapti. Ha, Chimkentliklar gruppasi bor ekan. Shu gruppaga tashirganmiz agar hozir pasportini ko'rsatinglar. Pasportni o'zini ko'rsatmanglar, ismini aytinglar to'liq. Chimkentlikmi yo boshqa joylikmi? Shuni aytinglar. Aka buni hozir bular aytishyapti. Qozog'istonga o'zlarimiz xabar beramiz, o'sha yerdan topamiz deyapti. Uyning adresigacha, ota-onasigacha deyapti. Doniyor ekan 97-yil. Mana shu kishi aytyapti. U kim? Politsiyami? O'sha nima ekspertdan kelganmi? O'sha
Mortdan keyin bilmayman. Qarangda, aka, siz hozir mana shu sizlarga telefon raqam beradi-da mana shu odam hozir. Bizda telefon raqami olib qoldi, militsiyalar ham nimalar ham. Ha, olib qoldim. Siz ham buni vizitkasini olib oling, aka. Yomon tursa yoding, vizitka berding yoki cho'na bo'loding. Nitga so'raba? Telefon raqamini olib qolinglar shu odamni. Ayt, yo'g'am dedi, yo'g'am berdi. 물어보는 거 있으면은 누구한테 연락해야 돼? Uydagilari aloqaga chiqadi senga deng. 누구한테 연락해야 돼? 고향에서 Aka, joy yoniga borib olmay qo'yavering. Menimcha Qozog'iston elchixonasi bugun dam olyapti, aka. 아이, 젊은이가 술 중독 사람들에서는 담배 피워요, 담배. 맨날 이거 담배. 음, 담배 필 때 맨날 술 피우는 거예요. 자리를 좀 Chunchon degan shahardagi. 하고 Aka, buni telefon raqamini olib beringlar, men gaplashib beraman sizlarga, aka. 저는 한 3주 뒤. 이건 뭐야? 이 친구들이 일주일 전에 갔대. 술 마시고 다니려면 저희 나라에 가서 컴플러스 돈이 그거 양이 그렇다 가야지 통보가 이 친구는 가족 때문에 가정이 있어서. 저기 더욱더 뭐야 독한 마음 먹고 다 가야지. Bu odam tergovchida, endi birinchi ko'rgan odam tergov qiladi endi ozgina. 이야기 안 해요. 밖에 나가고 이야기 안 해요. 담배도 안 피워요. 밤에 집에서 피우고. 집에서 하니까. 나오진 않는데. 밖에 안 나가요. 그냥 술을 보내주면은 술 사러, 담배 사러 보내주면 갔다가 밥 사고, 예, 집에서 안 나가서, 예. 밖에 봐도 이야기 안 했다. 우리 몇 번 말했어요. 지금 먹지 마라. 그거 저거 가까이 살고 싸구만. Islom aka degan sherigi bor ekan. Islom aka kim? Islom aka taniydiganga o'xshayapti bu bolani. Shoman nomer bormi senda? Shoman belki danışlarını bilir. Telefon ko'r, danışları bormi desem bilasanmi de shom. Elchixona deyapsizlar. Elchixona bugun dam olyapti. Hozir SMS yozib qo'yamiz. Elchixona dam olayotgan ekanda bugun. Yo'q, hozir aytaman bari. Qozog'iston elchixonasiga aloqaga chiqishsa bo'ladi. Menda bor kontakt. 경찰서 조사받은 잘하는 사람 여기 잘하는 사람 사장님 잘하는 사람 언제? 여기 경찰서 쪽에 사람 Hozir kelib o'likxonadan kelib olib ketishdimi aka? Yo'q, hali ichkarida aka. Hali rasmga olishyaptimi? Ichkarida. Bugun dam Koreyadagi elchixonalar ham, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston shu elchixonalar ham menimcha bugun dam olyapti. Chunki O'zbekistonda Qizil kun bayram dam bo'lsa, bu yoqdagi elchixonalarda ham dam bo'ladi ko'p holatlarda. Shuning uchun Qozog'iston ham musulmon davlat bo'lgani uchun menimcha bugun dam olyapti. Aynidan ko'rsatyapsizmi? Hozir olib ketishadi aka o'likxonaga. Ana shu olib ketadi-yu aka hozir. Ha?
olib ketayotganda mashinaga solib sizlarga gapiradida, biz falon yo'likxonaga olib ketyapmiz deydi. O'sha paytda vizitka anaqa miyongam deydi-yu, vizitkani bilasiz o'zingiz. Tilni bilsangiz kerak. Shunday aka. O'sha vizitka ber desangiz, vizitkasini olib bersangiz, keyin mana u tergovchini ham vizitkasini olib bersangiz, Xudo xolasa yordam beramiz aka. Astag'firullah, ko'karib ketgan. Uf. Odam shunaqa tezda ko'karib ketadi-da aka, vafot etgandan keyin. Yuragim boshqacha bo'lyapti. Yaqiningizmidi? Eng yaqini sizmi hozir o'sha yerda? Bu yerdagi hammamiz oldin yaqin bo'lganmiz, birga ishlaganmiz aka. Bitta nimaga qatnab ancha vaqt ishlaganmiz-da bu bilan. Keyin o'sha yerda tanishib o'rtoq bo'lib olganmiz-da qozoq bola bilan. Qozoq bola ham qozoqlar bilan emas, biz bilan yurardi aka. O'sha biz bilan ishlardi-da. Men hozir tushunmayapman. Qanaqadir stressi bormidi-ekan bu bolani? Oilasi bilan aloqasi qanday edi? Bor edi aka, bor edi. O'sha oilasida bitta muammo bor edi kerak. Oilaviy tema bo'lsa aytmay qo'ying aka. Oilaviy bo'lgan bo'lsa. O'sha har nima qilgan paytim ko'ziga yosh olardi-da bu bola. Bilmayman lekin naryoqni. Ota-onasi tirikmidi? Men bilishim bo'yicha aka buni dadasi bor. Keyin dadasi onasi ajrashganmi, vafot etgan bilmayman lekin ikkinchiga uylangan. Vafot etgan. Bo'ldi, oilaviy nimaga o'tmay qo'ramiz. Xo'p, dadasi bor-a? Dadasi bor lekin, o'zini radnoy dadasi bor. Siz shunda ayasi bilan gaplashganmisiz WhatsAppda yo dadasi bilanmi? Ayasi bilan, shu ikkinchi onasi bilan gaplashganman. Ha, ikkinchi onasi bilan gaplashgansiz. O'zini radnoy onasi bilan. Radnoy onasi o'sha vafot etgan bo'lishi mumkin, bilmayman lekin. Aka-ukalari bor, aka-ukam bor deb aytganmi hali jigarlari o'zini radnoy. Bitta ukasi bor aka. Inson bo'lishi kerak. Nimada? Qozog'istonda. Ukasini uylantirgan o'sha bizga akasidan ham ko'ra o'sha ukasi kerak. Normalniy katta bola ekan-u. Endi bunaqa yosh kattalarda aka har xil holat bo'ladi. Yuragini mazasi bo'lmay qolishi ham mumkin-da bunaqa xabarda eshitganda aka. O'sha bola yoshroq bola ekan. Bilmayman aka. O'sha bola kerak o'zi asli bizga. Radnoy ukasi bor o'zi. Qayta bittasi nima Koreya nima deyotgan odam ehson yig'amiz u bu deyapti. Aka bitta hozir ehson yig'ish haqida gap ketmayapti. Fitna qilmay jim o'tiring aka. SMS'da o'qiyapsanmi deyapti. Yo'q, o'qiganim yo'q aka. O'qimayapman. Ma, turmang bir. Bitmagan bir şey olmaz. Ko'p qolib ketdi xonadan kelganlar ham. Hali keluvdi, o'sha telefon qilganingizda aka. Aka, ungacha biz rasmini ko'rsatib, uydagilarni topib turaylik, xabar beraylik u uydagilariga. Hozir mana u tergovchi sirazi uydagilarni top deydi hozir. Havo aka, biz aka, eshitaman. Alo.
Nimadan ekanmi? Qozog'iston Chimkentidan ekanmi aka? Shunaqa, men bir eshitgan paytim shunaqa deb eshitganman aka. Lekin aniq bilmayman aka. Aniq nima emas, tafsilot emas. Aka, siz menga tergovchini nomerini olib bersangiz, Qozog'iston konsulligiga tashab qo'yaman. O'zi aloqaga chiqib gaplashib oladi bo'lmasa. Bular o'zi nimaga xabar beramiz deyapti, Qozog'iston Elchixonaga? konsuliga. Ertaga xabar berishadi bo'lmasa. Man. O'zlarimiz xabar berib, o'zlarimiz jo'natamiz deyapti. Hmm. O'zbekiston nimaga? Bitta hozir chiqin ehson yig'mayapti akalar. Prosta bu bolalar hozir telefon qilishib, aka mana bu bolani hech kimi yo'q, nima qilishni bilmayapmiz degani uchun odamni topish uchun hozir primoy qilinglarchi, ko'raychi dedim. O'sha Qozog'istonga xabar berishar ekan, keyin ota-onasigacha topishar ekan aka, adresigacha. Xabar berib, topishsin. Baribir bu insonni telefon raqamingizni ber, kimga aloqaga chiqamiz bizda so'raydigan narsamiz bo'lsa desak, biz o'zlarimiz hal qilamiz deyapti. Ha, yo'q, shunaqa bo'ladi. Elchixona jo'natadi, xudo xolasa. Lekin elchixona o'sha O'zbekistondagi hamma yo'g'iga yordam beradi, lekin Qozog'iston elchixonasi moddiy xarajatlariga yordam bermaydi. Lekin baribir Qozog'istonmi, qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar, baribir jo'natishga baribir musulmon odamni yordami kerak bo'ladi-da. Musulmon o'sha qonun qoidasi bilan kuzatiladigan joylari ham bor-da. Sayramni qayerda deyapti? Yo'q, Chimkentdan deyishyapti bu bolani. Doniyor degan 97-yil bola o'tib qolibdi. Agar mabodo tanishlaring bo'lsa, oilasiga xabar bering. Ha, Sayram ham bo'lishi mumkin ekan. Ha, shunday. Aniqini bilmaymiz ekan. Doniyor ekan, Sayram yoki Chimkentlik Doniyor degan bola bor ekan, Koreyada 97-yil. Mabodo tanizalaring, shu bola hozir uyda vafot etgan. Bitta bola bor edi aka, o'sha Koreyada-da. Men bir telefon qilib xabar bergandim o'sha bolaga. Koreyadami bu bola? Ha, Koreyada edi. O'sha bola sizni ko'rayotgan bo'lsa aloqaga chiqsin. Shunchondan Aziz degan bola men telefon qildim. Mening ismim Aziz edi-da. Menda nomeri yo'q, o'chib ketgan. Ha, mana shu bolani rasmini ko'rsating-da. O'sha bolaga ham bitta gapirib yuboring, balki o'sha bolani taniydiganlar bordir. Aloqaga chiqadi sizga. Mana o'sha bolani bitta o'rtog'i, shu mahallasidan bitta o'rtog'i bor edi, uni taniydigan. O'sha bolaga nomerini o'sha Doniyordan olib men telefon nima qilgandim. Doniyordan emas, onasiga telefon qilgan paytim, onasi meni nomerimni o'sha bolaga bergan. O'sha bola menga aloqaga chiqqanda o'sha payt. Ana shu bola biladi bo'lmasa. Onasi bilan gaplashgan paytim, keyin onasi o'sha Koreyadagi nimaga tanishiganmi, kimga, o'sha mahallasidan bitta odam bo'lganmi? O'sha bolaga meni nomerimni bergan. Men nomerimni aytganman onasiga. Morq ham keldi aka. O starik stop ketadi. O'sha paytda menga telefon qilgan bu. Nima ahvoli qanaqa deb. Keyin men hozirchi Doniyorni. Qarangda aka, mana oldingizda turgan bolalar bor-ku. Mana shular ular mana shu bolani ota-onasi uchun alohida video qilib olishsin. Bu ertaga haligi nima bo'ldi, qana bo'ldi, kim nima qildi degan ortiqcha gap ko'payadi-da. Shuning uchun o'sha olib ketayotgan paytida kim olib ketyapti, qana mashina olib ketyapti, nima endi bular Koreyada hech qanaqa bir minus narsa hech qachon bo'lmaydi, 100% u, lekin baribir ishonqiramaydiganlar uchun, o'sha oilasi uchun birovga tashab boshqa qilish emas, hali internetga qo'yish maqsadida emas. O'sha ota-onasiga, aka-ukasiga, dadasiga mabodo nima bo'ldi o'sha kuni desa, mana bunaqangi holat bo'ldi deyish uchun, o'zlaring uchun, o'sha oilasi uchun video qilib olinglar, oilasini o'ziga tashlab berasizlar. Bo'ldi aka, o'ylaga. Bir yonlaringda birortasi bo'lsa agar shunaqa. Ertaga baribir ertaga ota-onasiga aytamiz, suratga yuboramiz-da. To'g'ri, yormasin faqat deyapti. Buni bittagilar hal qilmaydi. U o'zlari bilishadi. Koreya
Shu tergovchilari, boshqalari o'zlari hal qilishadi. Uni yorish-yorimas deydi, buni bolalar hal qilmaydi uni. Ha, Oilasi bilan gaplashishadi hamma narsani. shunday aka. Mana chiqdi bular aka. Bo'ldi. Mana shu kiyimda kirib nima qilishadi. Ikkitami? Bitta yana bittasi bo'lishi kerak. O'rab saqlab chiqdilar aka. Koreyada shunaqada ko'pchilik uyda vafot etadi. Koreyada bo'lmagan odam bu narsalardan bexabar, hali nima deydi, negativ bo'lib yuraveradi. Koreyaga kelgan odam yaxshi biladi, kelmagan odam baribir hali tushunmaydi-da, bari Koreyada nima bo'layotganini. Koreyada stress ko'p-da. Aka videoga olib tur. Chiqishini videoga olib tur. Ota-onasiga tashlab berasizlar. Ko'rsatma sal nega pastroqqa tut. Telefonda gaplashib turgan bo'ldim. Politsiya kelibdi, mana shifokorlar kelibdi, morgxonadan odamlar kelibdi. 아니 신분증 있나요? 신분증 있어요 안에? 아니, 봐보려고요. 왜요? 신분증 있으면 저기 부모님이 찾으려고요 우리. 아니, 그건 영사관, 여기 사장님이에요? 아니요 우즈벡 카자흐스탄 똑같은 나라잖아요. 신분증 없대요. 요건 없어요? 여권 있어요? 아까 저기 여권 집에다가 어디서 샀는지 볼 수 있어요. 여건이 없어요. 네. 잠깐 여기 요거. 이게 출입국 관리소에서 네. 나온 거거든. 얘 아까 맞다며 이거. 이거라면서. 네, 맞아요. 요걸로 확인할 수. B1이구만. 뭐지 않나? 다니엘 맞죠? 네, 그 사진 맞은데. 압잘로. 예, 뭐라고 부른가요? 압잘롭. 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 사진 찍어봐요. 네. 사진 찍어봐, 찍어. 네, 지금. 사진 찍으다 돼? 할 수 있다고. 그럼 대표는 누가 조사하도록 해? 제가 한국말 조금 해요. 내가? 잘 몰라요. 한국말 잘 모르니까. 이거 전화번호. 한국사랑 사치급한사랑 줘서 되는 대로 나중에 줘서는 늦더라도 지금 어디로 가져가요, 사람은? 순천 국가에서 온 순천 의료원 있어요, 의료원. 의료원? 병원. 뭐 안에 자르고 뭐 확인할 거예요? 그렇게 안 하면 좋겠다고 좀 설명. 병을 확인할 수 없기 때문에 우리가 그거 보면 뭐냐면, 외국인이든 한국 사람이든 이게 사연이 명확하지 않으면 확인하게 돼 있어요. 그걸 하게끔 돼 있어. 법이. 네. 법이 안 검사가 하면 안 돼. 뭐 가족 아니시죠? 아니 가죠. 가족 아니. 네, 이거 뭐, 같이 사는 행복이랑 빨리. Sunchondan o'sha nimaga borar ekanda aka, Mortga, Sunchondagi 의료원ga. Bilaman aka qayerga borishini qarang. Siz hozir o'sha morgxonani vizitkasi bilan tergovchining nomerini oling bo'ldi, tamom. O'sha Onasi bor-ku, onasiga yoki dadalariga berib qo'yiladi-da. 어차피 이제 여기 한국에서 아는 사람이 찾으면은 우리 바로 저기다가 보내려고. 사진 찍기다 걸? 순천 의료원. 의료원 있지? 전면에 있는가요? 아니. 바로 가까워. 여기. 순천 의료원. 로터리래. 예, 노타리. 로터. 저기 알아요. 거기. 네. 그거 그냥. 순천 의료원 연락처 없네, 이 새끼. 아니,别的 로터리 되기만. 순천 의료원 나오잖아. 전남 순천 의료원 759914에. 전화번호 찍기다 걸? 아니, 순천 의료원 네, 나와요. 떼야 되니까. 그렇습니다. 갔다 올려보려고. 나와있어.
Tergovchi nomerini Ulardan oldingizmi? birodan chiqmayinchi kesmanglar iloji bo'lsa deb ayt. 여기 Ha, o'zlari biladi qonunda qanaqa bo'lsa shunday qiladi. O'zlari elchixonaga xabar berishadi, oilasiga xabar beradi, ular bilan maslahat qiladi, o'zidan o'zi borib olib kesmaydi uni. Bular migratsiya bilan bog'landi, davlatlarni oldi buni. Hamma yo'q. O'zlari bilishadi. Elchixona aloqaga chiqadi. Ertalab 9da bular bilan svязga chiqadi o'zi. Hozir bizdan mana shu bola boradi mana. Bu bolani borsa tergov qiladi. Agar sizni ham borsa, sizni ham tergov qiladi. Birinchi kim ko'rgan? Ariza topshiradi. Birinchi kim ko'rgan? Birinchi kim ko'rdi? Haliga kim ko'rdi birinchi? Mana shu yerdagi bolalar hammasi ko'rgan ekan birinchi. O'sha hid chiqqan, undan keyin oynasini ochib qaraganlar. Ha, bo'ldi shu. Agar hammasini so'roq-savoq qilishi ham mumkin yoki bitta ikkitasini so'roq-savoq qilishi ham mumkin. Bitta odam olib ketyapti-da, bitta odam yur deyapti. O'sha bitta odamni so'roq-savol qilib, ja unaqa qiyin savollar bermaydi. Nechi edi, qanaqa bo'ldi, nimaga kirding u xonaga, kiming bo'ladi, qachon oxirgi marta gaplashgansan, shunaqa savollar beradi. Hayitini Allohdan qo'rqmagan, isqatlarni bilmasam qo'ta qo'ygan. Qayerdan tanirding? Oxirgi marta qachon gaplashgansan? Shu birortasi bilan urushganini, talashganidan xabaring bormidi? Shunaqa narsalar. Dominant savol-javoblar bo'ladi xolos. Agar Men borib bering bularga. Iloji bo'lsa, tilni yaxshi biladigan odam borsin. Kommentariyaga har xil gaplar yozishyapti aka, bitta gapirib qo'ying. Yozsa yozaversin, aka, yozaversin. Bular ota-bobosi ham yozgan. Mana o'rashyapti. Yozing xolos, qo'ldan eshitmagan men aka. Mana. U birinchi etajda yashaganmi aka? Ha, birinchi etajda aka. Bu domda boshqa o'zbek ham yashaganmi? O'zbek yoki qozoq, qanaqadir Vegogin, chet ellik bironta odam bormi? Nima deb o'ylaysiz? Aka, bu yerda o'zi hamma o'zbeklar yashaydi bu domda aka. Shular bilmaganmi mana shular shu 2-3 kun qolib ketsa ham? O'shani endi hid chiqqandan keyin nima qilganda, bilganda bular ham. Hech kim bilan xabarlar. Chiqqandan keyin bilishibdimi? Shunday aka. Bugun bilishganda o'zim. Men ishdan qaytayotgandim, menga telefon qilishdi-da, o'lib qolibdi deb. Otashina qilmaydi aka bu odam bilan-da, hech kim bilan otashina qilmay qo'ydi oxirgi payt. Faqat shu ichib yotaverdi. Shu atnasheniya qilmayotgan o'rtoqlaring bilan ko'proq atnasheniya qilib, savol-javob qilib, iloji bo'lsa birga yashaylar-da. Ashuna atnasheniya qilmaslikdan boshlanadi. U narsa sekin-sekin yolg'izlik boshlanadi, odam suymaslik boshlanadi. Shu narsani boshlanishi shundan boshlanadi. Avazbek tinchlikmi? Bir qozog'istonlik ukamiz uyida vafot etibdi. Aka chiqdi. Shu bolani hozir olib ketishyapti. Uzoqroqdan oling aka, uzoqroqdan. Yana shu ikkalasi morgda ishlaydigan odamlar-da. Mana shulardan vizitga olib oling aka, ikkalasini bittasi vizitga beradi sizga hozir. Chugos. Aka uzoqroqdan oling-da. Sal uzoqroqdan ekran qimirlatib yuboryapsiz aka. 선생님, 명함 줄 수 있어요? 명함은 필요 없고 경찰분들한테 전화해야 돼. 아, 그래요? 전화 있을게. 알겠습니다. bo'ldi, 경찰dan olinadi. 감사해요. Ketdi, olib ketdi. Mashinani nomeri aka. Biz ham videoga olyapmiz aka. Video ketyapti. Ha, olaveringlar. Ertaga nimanidir isbotlash kerak bo'lsa, sizlar ham yordam berib baloga qolmanglar. Shunday aka. Bunday odamlarni oling aka, mashinani olyapsiz. Nima deyapti bular? Ana tergovchi hali ham turibdi ekan-a? Uchun so'rayapti-da. Ana u mashina nima so'rayapti? Jasadni olib ketayotganlar shuning uchun so'rayapti. Ha. Shundan telefoni, kostyumki bor mana.
Buni politsiya olib ketadi hozir. Aniq sigaret bilan aroqdan ketdi. Unaqa deb o'ylaysizmi? Aka, shu bir yildan Qanaqa oshib holatda yotgan ekan? Birinchi ko'rganlaringda qanaqa holatda yotgan ekan? Pastga, tepaga yoki birorta narsaga o'zini joniga qasd qilgan bir belgilar yo'qmi? videosi bor aka, sizga tashlab yuboramiz o'tirgan videosini. O'tirgan holatda vafot etganmi yo yotgan? O'tirgan holatda. Yuragi ko'tarilmadimi? Iceboxga shu o'tirgan nima suyangan holatda nima qilib qo'yganda. O'lib qolgan, boshini iceboxga qo'yib. Milisalar ochadi hozir telefonini. Bular hamma yoqda ochadi hozir. Uyda egasi ham keldi mana aka. Uyda egasi keladi, sirazi kameralar ko'tariladi. O'sha bilib bo'ldi bular hamma yoqda. Nima bo'lgan? Bir haftani u yoqda kim kirib chiqqan, hamma yoqda ko'rib bo'ldi bular hozir. Ochib ko'ramiz deyapti-ku buni. Ana o'sha kamerani nechta qayerda turibdi, hamma yoqda bilishyapti hozir. Yo'q, odamni ochib ko'ramiz deyapti. Aka o'zlari biladi. Bular mana shunaqangi holatlarda aka jinoyat alomatlari yoki bir qotillik bo'lgan bo'lishi mumkin deb turib, xolasa ochib ko'radi, xolasa boshqa narsa qilib ko'radi-da. Bularda ham o'zini ishida hech kim aralasha olmaydi unga. Bo'lmasam aka efirda o'chiraveramizmi aka? Ketdi jasad ham. Qani uzoqroqdan olingchi. Mana aka. Ketdimi? Bo'ldi. Ana politsiyalar endi kameralar ko'radi shekilli-da. Ha, shunday aka, kameralarda ko'radi. Menga videosini tashlaychi, kanalga qo'yilmaydi, prosta ota-onasiga tezroq aloqaga chiqib aytamiz-da. Bo'ldi aka, bo'ldi, tashlab yuboramiz hozir aka.